Assalomu alaykum hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva, mol, qo'y ishqibozlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Polason qishlog'idan sotiladigan simentallarimiz bor. Shular chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib, tanishtirib, to'liq obzorini qilamiz. Sizlar tash like bosib turaverasizlar. Bo'g'ozlardan bor mana. Puli yengil bo'g'ozlar bor, suti bor, ham qonnida bor, ham suti bordan kerak, qonnidagi endi qochgandan kerak deganlarga bunaqasi ham bor. Bu tarafimizda mana enasi semental urug' qo'yilgan, urug' Daniya urug' bo'lgan, sut yo'nalishida tushgan gibrid, semental gibrid mollarimiz ham bor. Ular hammasini chiroyli qilib video qilamiz. Mol ko'p akalar. Kelaverasizlar, olaverasizlar degan joyi shu. Kelib polaslar degan. Qaranglar mana. Go'zallar. Hayda. Cho. Ana akalar. Molda egasi mana shu bola mana. Nechta bor hozir? O'shim, unaqa machasiga bag'da nechta xonajim bor? O'shimi? Nechta? 6 ta xonajim bor shunda. 6 ta xonajim. Bitta novvoscha. Ikkita sigir. Novvoscha 3 ta novvoscha bor. 3 ta novvoscha, bag'da ham bor. Bag'da ham bor, hamma yo'qda. Aytdim, mol. Kelover degani, qana mol bor desa, hammasidan bor degani shetaganda. Qanaqa bor, so'rab kelaver. Nima bo'lsa, qiziqishga odam bor ekan akalar, mana bu odam boqishyapti. Ular ham sotiladi. Mana shu yerda otlar bor. Hamma yo'qdan bor qisqasi. Nima yo'q desalaring to'g'ri berar. Kak yetgan mollaring shu yerda bor. Videodan uzoqlashtirmaylik. Tez videoni olaylik. Sizlarda ham vaqtlaring doyapman. U faqat gapiradi ekan, tanishtirmaydi ekan deyapsizlar. Aka, mana shu birinchi kattadan boshlayveraylik. Cho. Bu bo'g'ozligi qanaqa, nechinchisiga? Bo'g'oz ikkinchisiga bo'g'oz. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. 8 oylik. 8 oylikka bordi. Tish 4 tish. Yo, 6 tami? 6-chi harakat. Tug'sa keyin. Cho. Omad tutamlarni qaranglar. Katta ekan, zo'r ekan. Hali bu yelin solib bersa o'xshatib beradi-da. Tani joniga bitishi xudo xolasa behijolat-a. Mana akalar, yosh variantidan ikkinchi qoringa hali 6-tishini chiqarmagan 8 oylik bo'g'oz sigirimiz. Narxi nech pul aka? Bitta yetib narxini hamma yo'g'ini raschot qilib ketaveramiz-da biz. 62 million kami bor. Savdosi bor-a? Molda bo'yi shu 1.48 ga boradi akalar. Oma rasa hali xonadon bob. Ja katta ham emas, kichkina ham emas, molda o'rtasi. Hali ves og'irlik qilib, oyog'i og'rib qolib, bunaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. Keyin bu sigirimiz. Ashni ko'rsataylik endi. Cho. Yuraversan hech bola qilmaydi. Bu sigirimiz qanaqa? Bu 2 oylik bor. 2 oylik borgan. 2 oylikga borgan, o'zisi bo'lgan. Buni ham bo'yi shu
1.48, 1.45 plyusda. Ha, o'lchanmagan. O'lchanmagan. Tish qanaqa buni? Tishi 6 ta buniki. Bu ham ikkinchi tug'ish. Bu ham ikkinchi tug'ish, yosh. Olingan. Tug'ilmagan, ikkinchisiga bo'g'il. Ikkinchisi qonnida, endi qisqasini olganda ikkinchi bolasi qonnida. Suti qanaqa aka buni? Suti bor ekanmi? 15 tadan ko'p. 15 taga olishmoqda. Hozir sog'ib turganingiz nechta beryapti hozir bugungi kunda? 17 ta, 16 ta, 15 ta, 15 tadan kam bas pullar. Lekin kunjara yegan yo'q. Yesa 18 ta ham beradi. Ha, ko'p ham beradi. Buni puli qanaqa aka? Buniki ko'p qadam olgan ekan. Che yopishtiraylik buni sal. Buni qancha bor? Muzi qolgan. Xonada bolasi bor. O'tib berasizmi kelib ustida so'raqsa? Aytgan narxga sotilmaydi-yu. Savdo sunnat. So'ragan ayb bas. Ha? Savdosin 5 qilib. million so'rasa ham. Savdo qilsa odamni yoqib qolsa bo'ldi, berib yuboraman deng. Shu novostchan obzorini qilib beraylik, bo'lmasa ashlar zeriktirdi sigirni, bori qiynab. Oborni sigir tagiga qo'shib yuborsan ham bir 2 oy emasdan ham vobshe gulib qoladi bu, bori. Bergan sigirni ham yemadi. Yo'q. Bu necha oylik aka? Bu chiroyli bo'lib qoldi bu. 4 oylikga borgan. Ha. Bergan sigirni ham yemadi. Puli qanaqa buni? Buni 23 million pul yengil buni. 23 millionga o'tib berasiz. Akalar oma bor, sal shatma qilib turibdi. Olib qo'yib, tarab netsalaring cho'tki bo'lib qoladi, bor. Mana. Obor sal tarab qo'ysa bo'ldi mol. Agar sirtaga qo'shib yuborsang yana ham yaxshi bo'ladi. Boshqasi kecha mol kiygan mol bas bu. Anchadan beri turibdi o'zingizda, boqib turgan molingiz. Sog'lig'i yeb ichishi bexijolat. Tavsiya qilaveramiz akalar. 20 million, 21 millionga 1,5 oy 2 oylik sut emrini olgandan 4 oylik oda olib turib, xolasiz emdirib boring. Emmaydi bu hozir. Vobshe emdirmayman. Hozir emgan yo'q shu. Emgan yo'q. Xolasa endi hali ko'yni tortgani emgizib yuborsin. Yem oladi ham. Agar ko'yni tortmasa, nima qilib qo'ysa bo'laveradi-da, hali yemga. Yo'q, ha. Muhimi sog'lom. Bo'ldi aka, uni olib kirib qo'ying. 23 millionga o'tib berishadi, ana qulog'idan tortib ketib emmadi. Haydadi akalar. Mana xunajinimiz. Bu ham gumona 1 oylik. Bu ham gumon. Bo'g'ozligi aniqroq. Bo'g'ozligi aniqroq, gumon. Ha, bo'yi 1.30 plyusda. Yosh xunajin akalar, tozasidan mana. Sigirga pulim yetmaydi deganlarga mana xunajinidan akalar. Chu, qayerchi? 1.30 bo'yi 1 oylik gumoni bor. O'ta ham chiroyli krasata. Toza, oq tumshuq, oq kiprigina. Sigirga pulim yetmayapti, xunajim bo'lsa olaman. Xichomasa qochmasdan yo gumondan deganlarga tushaveradi. Gumon bo'la, gumon emas, yo'q qochgani ana. Do'g'olasa qochgan. Ha, agar qochmagan bo'lsa bo'zot pulni olish bo'ladi. Xo'p. Puli qanaqa aka buni? Pul 34 million. 34 million kami bor. Kami bor. Kamini qilib Agar berishadi. bo'g'oz chiqmasa bo'zot pulni yopib olish bo'ladi. Qochma xunajinni puliga, ne? Ha, o'sha yerda. Yana bo'zi o'tsa yana 1 oylik bo'zi puli. Bo'zi ham o'zi qancha o'yapti? Mana shular. 28 million qo'yishdi. Men ko'rdim 1,5-2 oyliklarda 21 million, 22, 23 sotishga. Zo'r, endi qiziqqan hammasi kimga nasib qilsa olaveradi. Bu rizqi bor edi hamma yoqda. Chunki qochgani aniq bo'lib qolgan. Bir oydan keyin 35 kundan keyin o'zida ko'rinadi. Qimmatmi, arzonmi, muhimi sog'lom bo'lib, o'sha xonadonga yaxshi munosa bo'ldi. U novosicha mehr talabroq aka. Talabali, ozondan kelib tarbiyalab olaman deganiga. O'ta puli ozon oladi. Nech pul? 15 million. Kami bor. Kami bor 15 million. Ha, gap yo'q. Kelib, xolasi doktorini olib kelsin, ko'rsatib olaveradi. Kelami. Lekin undan ne degan, unaqa просто qalos qolib ketgan. Mehr bersa bo'ldi. Katta fermada qalos qolib ketgan. Bu 6 tani moli bo'lgan. Endi buni hali nima qilib
olib turib, mehr bersa, boshqa bersa, ahli etgani Sutemgina mehini bersam menga. jichara sot qiladi, yaxshi bola, xudo xohlasa. 2 oyda 25 million mol bo'ladi. Bu yerda ham mol ko'payganda akalar. Qaragan vaqti ham bo'lmayapti. Mana bu yerda xunajinlarimiz. Enalari toza semental. Daniyani urug'idan qo'yib turib tushgan bular. Nimachi? Puli qanaqadan bular? Puli bitta joyga bo'lsa arzon. Plus minus bo'ladi. Nechi pul bitta joy? Bitta joyga 21 million o'tib beradi. 21 milliondan xayri bor. Mana 3ta 4tasi qochishga kelib qolgan bular. Kichkina emas ama bular. sut yo'nalishida, xudo xolasa 25 ta, 26 ta sut o'ynatib beradi bular. Mana qadrli obunachilar, hozir videoda oxiridagida otlarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. O'yitdan o'tsa ham bor. Hozir shaqqa o'tib ketyapmiz. To'g'ri ham bor ekan akalar. Mana mollar bir qator ko'rib oldilar. Xudo xolasa hammasi yaxshi narsalar. Kelib, ustida ko'rib, olib turib foydalansa ham bo'laveradi. Oxirini qaranglar, mana yalab tozalab qo'yishdi. Mana. Bu inju bilan birga yotibdi-da. Sherik inju ekan. Ikkovi maslahat qilib. Buni puli qanaqa aka? Buni puli bu ham to'layli pul. Buni puli ham o'ta yengil. Nechi pul? 21 million kami. 21 ga o'tib berasiz. Ustimgina shunaqa deyishyapti. Bo'laveradi. Yoshi bir 4 oylik bormi? To'laydan o'tdi buni, to'lay kichkina mol bas. Faqat Mehr ota keldi. tushib qolgan, ko'lni qizib qo'yganman men. Ko'lni olgan. Bu. Kimdirdir ahli etsa kelib so'rasin. Aytgan, ustimgina pulida ahli etganga. Mana kelin. Endi otlarga ko'rsatib. Ekan bittasi ketib qopti. Qarang ana uni bittasiga. Nima deyapsan-da? Bular turib ketdi. Bular turib ketdi-yu bular. Bular. Yomon ekan bular. Turib ketdi bular. Mana bu yerda boshqachasi bor. 300 sotlar mana. Otizam serop ekanda, mashinasi yo'qdi, o'likka o'xshab yotgan. Chiroyli narsa ekan. Mana akalar otlar. Otlar go'zallar akalar. Otga ahli etgan odam kelsa, ichida zotligi bor. 3 ta zotligi bor. Tanlab oladi. 3 ta zotli oti bor ekan akalar. Ahli etgani kelib, ko'rib, o'shansini tanlab olaverar ekan. Nechta otingiz bor aka? 8 ta otlari bor ekan. Yoshlari qanaqa? 1,5 yasharna. Yigitda bo'ylari 125 bor-a? Baladi. Bular baland to'lam. 130, 130 kg? Yo'q, bala. 140mi? Buni qilib bor. 140 bor ekan. Xullas kelib o'lchab olsin. Endi men primerni aytib qo'ydim-da. Salomlar bu yerda. Mana kelib. Mana otlar. Hayvonot bog'i kelsalar, nima desalar bor. Menga qilaman deganiga ham Agar buni hammasi erkak-a? Hammasini bitta joyga nechi pulga berasiz aka? Yopishtirib. 16 million o'tib beraman. 16 dan xayri bor. Tanlab olishga nechi puldan nechi pul? Tanlab olishga 15 dan 18 gacha bor. Shunisi ham o'ta kerak ekan, aytishyapti. Ana tepa 3 ta zotli bor. 15 dan nechi pulgacha? 18 gacha. 18 gacha bor ekan. 15 dan 18. Buzoqlikda 2000 dollarga olingan otlar bu. Kichkinalik toyligida. 5-6 oyligida. Akalar mondayda, misol fermalaring yo dalalaring yo bog'laring bo'lsa, o'g'illaringga olib bersalaring, minib yurib ham o'shta xizmatni qilaveradi. 15 millionga, 16 millionga hozir nima beryapti? To'g'risida 1 yilda chop bergan otib qoladi-da, minib yurib o'shta xizmat. Bunga bormaydi. Bular katta, bularni oqlar o'zi tayyorlab qoladi. Yosh narsa, uzoq ishlatasizlar. Aka, nomeringizni aytib qo'yaylik. 91lik. 294 94 94. Xudo xolasa kelishtirib berasiz-a? Ha, o'ta
o'tib berasiz. Hammasidan ham. Hammasi o'tlar. Yo'q. Alloh razı olsun. Qadrli obunachilar, video davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bir meni to'g'ri gapirgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Keyingi videolarda bundan-da chiroyli, bundan-da yaxshi mana shunaqa ko'p hayvonlarni videoga olish nasib qilsin. Sizlarga chiroyli qilib chiqarib, sizlarni xizmatlaringdamiz. Faqat videoga tars etib like bosib, mana shu ot, mol, qo'y, ishqibozlarga chup-chup et jo'natib o'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.